izlayverdik. Xo'p, zapis boshlanadi. Biz rasmiyatchilik hech kim gapirmasin iloji bo'lsa, hamma narsani tushuntirib beraman, keyin savollaringiz berasizlar. Biz sistemani aytaman, qisqacha qilib aytaman. Sistema price action, Malayziya SNR va aktual shamlar. Malayziya SNRda qolib ketilgan shamlar o'rgatiladi. Yoki YouTube'dagi Esper RBS yoki nimadirlar emas, o'shaning ichidagi shamlar bor. Bozorning asosi bo'lgan nuqtalar bor, o'shalar o'rgatiladi. Xo'p, qisqacha qilib aytib o'taman o'sha kungi analizda. O'sha kungi analiz sizlarga joylashtirib qo'yilgandi. Ya'ni bundan oldingi video 12-may kuni full analiz qilib berilgandi. Bozor nima bo'lishi, nima qo'yishi, nimadan keyin nima bo'lishi ketma-ket aytib tushuntirilgan. Va shu analizga munosib bozorni ko'rishlaringiz mumkin. Bozor nima qilishi, nimani buzsa nimaga hujum qilishi hammasi ketma-ket aytilgan. Eng asosiy narx katta impuls uchun deyilgan nuqta bor edi. Ya'ni eng asosiy narx bizda 4678 bo'lgan. Mana o'tgan haftadagi dushanba kundagi narx bozorda eng aktual narx 4678 edi. Agar shu narx bozorda tana bilan proboy bo'lsa, bozor impuls bilan o'sha hafta polni sell oqishi aytib o'tilgan. Endi nima uchun sell oqish kerak? Bu nuqtadan agar proboy qilib yopiladi, keyingi kutib olinadigan nuqtamiz 4621 bo'lgan va shu nuqtani ham bozor yana ursa dedim. Undan keyin impuls qilish kerak bo'lgan nuqta bozorning minimumi edi. Ya'ni bozorning eng asosiy nuqtalaridan biri bozorda ssenariy tuzish. Bozorda men yana qayta aytaman. Bozorda order blogizm, Fibonacci'ga ham tupurib qo'yadi, qanaqadir FVG, IFVGlarga tupurib qo'yadi. Qachonki, men любой bilan spor o'ynayveraman. Mana men zapis qilyapman. Любой bilan aql yetsa, xohlagan payt viziv tashlasa ham bo'ladi. Hammani oldiga efir qila olaman. Aqlim yetadi, u ham aqli yetsa bo'ladi. Bozorda har bitta strategiya ishlashi uchun bozorda ishlamaydigan nuqtasini ham tushunishingiz kerak. Bu degani nima? Bozor ssenariy tuzilganda nimadan keyin nima bo'lishini tushunishingiz kerak va qachon bo'ladi. Bozorning qaysi kuni savdo qilinishi kerak, qaysi kuni savdo qilinmasligi kerak ekanligini tushuning. Bozorda e'tibor bergan bo'lsangiz, o'tgan haftadagi full analiz tugadi, bo'ldi. Endi bozorda mana shu, ya'ni bugun 18-may kuni bo'lsa, bu haftada bozorda men nima kutaman? Nima uchun kutishimni qisqacha aytib o'taman. Xo'p, bozor polni analiz o'chiriladi. Bozor polni analiz o'chirilganda, men bozorda nima olindi, nima qoldi, nima uchun olinmadi degan savollarni qisqacha aytib o'taman. Bozorda birinchi navbatda oylik analizga qarayman. Oylik analiz, ya'ni bozorda mana bu holat shakllangan edi. Ya'ni bu oy yopilishidan oldin aytilgan analiz bor edi. Nima deyilgan? Agarda mana bu sham hozirgi oydan oldingi, ya'ni aprel oyidagi sham qizil bo'lib yopilsa, lekin bozorning shpilkalariga hujum qilmasa, keyingi oy bozor hammani ishontirib bitta manipulyatsiya yuqoriga bo'ldi, ya'ni 4680 ga bo'ldi va bozor oqishni boshladi. Bozor oqishni tasdiqlab qo'ygandi o'tgan oy. Ya'ni bozorning ketma-ketligidagi shamlari orqali. Endi men nima bo'lishi mumkin degan savol tug'iladi. Bozorda e'tibor bering. Bozorda testoviy narxlar degan tushuncha bor. Men oylikni ko'rdim. Bozor oylik o'zini juda ham chiroyli test harakatini qilib bo'lgan. Lekin bitta manipulyatsiya qilish kerak bo'lgan narx qolib ketgandi. Ya'ni bu narx, qarangizlar. O'shani ham bitta qisqacha aytib o'taman. O'sha narx qachongi narx edi? Mana bu H4 SNR zonadagi 4746 narximiz qolib ketgandi. Shu sababli bu narxga tegmayman. Bu narx o'z kuchida turibdi. O'sha sababli bu narxdan tashqari qolgan analizlarni o'chirib tashlayman. Faqatgina shu narx qoladi. Chunki bunga bozor test qilmadi. Yangi oy ochilish munosabati bilan test bo'lmaganmi? Ya'ni bunga to'g'ri bu analiz qo'yganmi, kimdirlar aytdi. Bozordagi high'ni yechdi, low'ni yechdi. Xo'p, high'ni low'ni yechgan bo'lsa, shunchalik aqlli ekansan. High'ni low'ni yechgandan keyin nima bo'lishini kim biladi? Qayerga hujum bo'lishi kerak, uni aytish kerak edi. Birinchi navbatda asos. Bu high'ni yechishni hamma biladi. Qachon yechishini bilmaydi. Asos shu. Xo'p, bizda o'sha narximiz qoladi, testoviy narx sifatida o'z kuchida turadi. Endi biz bu narxlarga qachon hujum qilamiz degan savol tug'iladi.
haftalik shamlarga e'tibor bering. Haftalik shamlar base holatini shakllantirdi. Ya'ni base degani bir nechta shamning ichidagi harakatlarni tasdiqlab qo'ydi. Va e'tibor beramiz. Mana bu shamga e'tibor bering. Mana birinchi shamga e'tibor bering. Mana bu birinchi shamga e'tibor bering. Bu sham bozorda, ya'ni o'tgan oyning oxirgi haftadagi shami bo'lganligi sababli undan keyin ochilgan sham ham, undan keyingi sham ham shu shamning ichida qolib ketdi. Mana birinchi asos. Mana bu hozirgi bu haftaning shamiga e'tibor bermaysizlar. Ya'ni 3 haftadan beri, ya'ni bozorda 21 ish kunidan buyon bitta narxning ichida harakat bo'lyapti. Va eng asosiysi, va bozor eng kuchli ishini qildi. Qanday ish qildi desak, bozor 3 haftadan beri shakllangan shamning maksimumigacha minimumga hujum qilgan. Mayli, maqsadni olgan. Shu maqsadga erishdimi? Endi biz qaysi maqsadlarga e'tibor qaratishimiz kerak? Faqatgina mana bu shamlarga e'tibor qaratmayapman. Nima uchun? Men sahoni ochaman. 4746, 4764 narxga liniya tashlayman. Qolgan narsalarni o'chiraman. 4746 birinchi o'sha narxlarga liniya tashlay. 4746 keyingisi necha edi? 4764. 4764. Shu narxlik o'z kuchida qoldi. Men belgilab qo'yaman buni. Ya'ni sahoda analiz qilaman-da o'zim. Endi Forex.comda analiz qilib qo'ygandim, FX.comda. Endi bitta ikkita shamlar olib qo'yishdi, hozir e'tibor berdim-da. O'shaning uchun sahoni o'zidan analiz qilaman. Endi men nima qilishim kerak? Bozorda katta ehtimol bilan bu oy katta impulsli harakat bo'lishi kerak. Va qaysi tomonda? Qarang. Bozor testiviy harakatini qilib, keyingi testiviy harakatga nuqtasiga hujum qilishini tasdiqladi. Bozor nima qilishi mumkin? Liniya bor. E'tibor bering. Bizda men e'tibor beradiganim shu base'ning, ya'ni shu shamlarning likvidi, ya'ni SNR liquidness zonasini bozor yechdi. Olinmay qolning desam. Mana shu 3 haftadan beri shakllangan oxirgi shamning likvidini yechildi. Va yechilgandan so'ng bozorda o'sha, ya'ni bugungi kunning dushanba kundagi shamning minimumi bor, haftaning minimumi bor. Va shu narxlar oralig'ida bozor katta impulsli harakat shakllantirishga yaqin qoldi. Men nima qilishim kerak bu holatda? Bozorda menga testiviy qilinmagan 4746 narxim qoldi va menga 4580 va 4510 oralig'idagi manipulyatsiya, ya'ni manipulyatsiya qilgan kun bor. Ya'ni dushanba kuni bor. Bu kunni oldim. Endi menda shu narxlarga nisbatan hujum bo'ladimi yo'qmi degan savol tug'iladi. To'g'rimi? Faqatgina e'tibor beringlar. Mana bu endi sizlarning tillaringizda doji sifat sham bor, to'g'rimi? Mana shu doji sifat sham menda yoqimsiz sham hisoblanadi. Agarda bozor 4480 ni, mana urg'u beryapman. Bozor 4480 ni 84 time frame shami paraboy qilib qo'ysa, urg'u berilyapti. Urg'u nima berilyapti? 4480 narxini bozor 84 time frame zonani paraboy qilib qo'ysa, mana belgilab chizaman. Men hujum bo'lishini tushunib yetaman. Va qaysi nuqtaga nisbatan hujum bo'ladi va shu nuqta singandan keyin bo'ladi. Mana buni belgiladim. Yozamiz o'zi. H2 va shu nuqtalarni men belgilab olaman. Bu yerda yozib qo'yamiz. Bu H4 SNR zone full H4 SNR zone bor ekan. Agarda eslaringizda qolsin, 4580 H4 time frame bilan buzib o'tsa, bozor magnitni narxga hujum qiladi. Ya'ni magnitni narxi buni bozor hujum qilishi kerak bo'lgan narx 4309 narxi bo'ladi. To'g'ri, mana bu narxlar ozgina откатный zona sifatida foydalaniladi. 4374 откатный zona sifatida foydalaniladi, lekin bozorning asosiy maqsadi
bozorning kelishi kerak bo'lgan nuqta 4309 narx bo'ladi. Bunda yana nima bor ekan? Narx bormi? Xo'p, yo'q, mana bu yerda ham bitta narx qolib ketibdi. 4360 da ham bitta narx bor ekan. 4360. Bu ham 8 desini arzonamiz. Xo'p, endi H4 time frame'imiz bor. H4 time frame bizdan nima qilib berishi mumkin? E'tibor bergan bo'lsalaringiz, hammani aldamchi harakat bo'ldi bu yerda. Nima aldamchi harakat bo'ldi desalaringiz, daily time frame mana bu narsani yasadi. Hammani akkauntlarni qarasalaringiz, mana shu narsani chizib yotibdi. 3-nuqta bo'lmadi, 3-nuqta bo'lmadi deb chizishni boshladi, to'g'rimi? Bozor 3-nuqtani shakllantirishi uchun bozor o'zidan bitta kichkina time frame'da birinchi aurasini yaratadi. Mana sizlarga bitta fishka. Bozor haqiqatan shu 3-nuqtani bitta nuqtasiga hujum qilmoqchi bo'lsa, ya'ni mana tashqi strukturasi bo'lsa, mana tashqi ko'rinishi, bu nima deydi? Birinchi nuqta bor, ikkinchi nuqta bor. Tepada ikkita nuqta bor, pastda support nuqtada ham ikkita minimum bor. Resistance zonada ikkita maksimum bor. Haqiqatan shu nuqtalar aktual bo'lishini tasdiqlamoqchi bo'lsa, o'zidan bitta kichkina time frame'da bozor o'zining aurasini yaratadi, ya'ni sxemasini, ya'ni xuddi shunaqa kopiyasini yaratadi. Tushundingizmi? Endi bu kopiya qanday ko'rinadi? Bizda daily time frame turgan bo'lsa, demak bizda buning aurasi H4 time frame'da shakllanadi. E'tibor bering, bir xil yasalgan. Umuman hech narsa o'zgarmagan. Daily time frame bor edi. Bu nima? Zokir aka, H4 da ham xuddi shu narsa shakllanganmi? Bitta aytib o'ring. Qaysi birini H4 time frame siz Zokir aka, o'zimiz xuddi shu narsa shakllangan, to'g'rimi? Demak, endi biz tushunishimiz kerak, aurasi shakllanib bo'libdi. Qarang, biz daylikda mana bu ko'rinishdan bozor oddiy qilib aytilganda, endi ko'pchilik klassikada fraktal deb tushunadi. Fraktalni yasadi. Xuddi shu ko'rinish mana bu yerda ham berildi. 1-2. E'tibor bersam, demak, bizda haqiqatan bozorning minimumlariga hujum qilmoqchi bo'lsa, urg'u beraman. Haqiqatan bozor bu nuqtaning 3-nuqtasini yaratmoqchi bo'lsa, bizda 4338 narx sinishi kerak. Tushundingizmi? Bizga haqiqatan deylik shamning minimumini, mana bu minimumni olmoqchi bo'lsa, bozor 4338 narxini tana bilan daily time frame sindirsa, mana shu narxda 4338 da deylik narx sindirib o'tsa, bozor hujum qiladigan nuqta 4109 bo'ladi. Hammani esda qoldimi? Men zapsam bo'lyapti. Eslaringizda qoldi. Mana bu nuqtalarni oldim. O'zim uchun kerak, sizlar uchun kerakli narsalarni olib qo'ydim. Bu narxga qachon hujum bo'lishini ham aytdim. Mana 4109 ga qachonki 43 mayli keng mana bu yerdagi deylikni ham ko'rib olaylik. Shu narx sinsa bo'lar ekan, baribir bo'lar ekan. Agar daily time frame 4338 yozib qo'yaymi yo'q shuni? Nima deysizlar? Yo shart emasmi? Keng maylishiga yozib qo'yaman, mana bu bitta sarlavha qilib yozib qo'yaman. Agar daily bir time frame tefada 4338 zona buzilsa, bozor minimumga hujum qiladi. Mana yozib qo'ydim. Agar daily time frame da 4338 zona buzilsa, bozor minimumga hujum qiladi. Bozorning minimumi 4100. Lekin bozor 4338 ni sindirgan vaqtda sizlar bitta narsani tushuningizlar. Birinchi impuls bo'ladigan nuqta 500 punkt bo'ladi. Tushuningizlar, ha? Bozor hujum qilsa, birinchi take profit kamiga 400-500 punktlar bo'ladi. Eng kami. Shu narsani ham unutmaysizlar. Ya'ni men 2000 punkt ushlashim kerak, 3000 punkt ushlashim kerak. Kimgadir nimadir sportlab o'tirmang. Bozorga
Yetadi 500 punkt ushlasangiz ham sizga. Birinchi tek protsiz. 400-500 punkt ushlaysiz. Demak, bu narsani ham ko'rdik. Keyin mana bu bor-ku, to'g'ri, men liniyalarni o'chirib tashlayapman. Sizlarga kerak bo'lgan liniyalarni qoldiryapman. Sizlarni chalg'itmaslik uchun. Xo'p, endi men nima qilishim kerak? Kichkina time framelarga o'taman. Bo'ldi, narxlarni tushundim-ku, men qaysi narxlarga hujum bo'lishini tushunib yetyapman. Xo'p, bu buni uribdi, bu buni uribdi. Bu bunga отказ beribdi, bunga hujum qilish kerak. Xo'p, daily time frame emas, kunlik time frame ga o'tdik. Agar bizga kunlik time frame men kunlik time frame ni boshqa rang bilan belgilayman. Aurasini tushundim. H4 yasaganini ko'rdim. Endi men nima qilishim kerakligini ko'raman, bo'ldi. Bu zonalarni ko'ryapsizlar, to'g'rimi? Bu H1 zon. Nima uchun men H1 zonni ham xuddi shunaqa oldim? H4 ni aurasi yasalganini tushunib yetdimmi men? Qarangizlar, daily ni ko'rdim. Daily tasdiqlanishi uchun H4 da yasalishi kerak dedim. H4 da yasalibdi. Endi xuddi shu aura H1 da yasalganmi, yo'qmi? Yasalishi uchun bozor nima qilib berishi mumkin degan savol tug'iladi. Endi qarang. Bozorda ikkita minimum bor. Tasavvur qilamiz. Birinchi minimum va ikkinchi minimum. To'g'rimi? Birinchi minimum va ikkinchi minimum. Va nuqtaga e'tibor beramiz. Menga minimumning mana shu diapazonning maksimum nuqtasi mana shumi? Demak, tushunib yetishim kerak. Ya'ni tushunib yetishim kerak. Shu diapazonga nisbatan men kopировать, ya'ni shu nuqtani klonini yaratdim. Mana shu nuqtani klonini yaratdim. Endi kimgadir yangicha so'zlar bo'lishi mumkin. Men kopировать qilib olim deb ketaveraman. Nusxasini ko'chirdim, shu nuqtaga qo'ydim. Shu nuqtaning birinchi, ikkinchi nuqtasi bor. Birinchi, ikkinchisi fake out hisoblanadi, ikkinchi nuqtasi bor. Demak, hujum qilinishi kerak bo'lgan nuqta bor menga. 4570 narx agarda H1 time frame zonasi buzilsa, keyingi hujum qiladigan narx 4646 bo'ladi. Agar bozor shu nuqtaga borib M5, M15 time frame da struktura sindirsa, bozorda sel ishlayman. Tushundingizmi? Agar 4570, 4589 oralig'ida M5 time frame da struktura, market struktura sindirib qo'ysa, bozorda kuchli oqim shakllanadi. Agarda shu narxni bozor his qilmadi, ya'ni yasamadi M5 time frame da. Demak, tushunishim kerak, H1 time frame struktura qayerni sindirib qo'ydimi? 4589. Demak, tushunishim kerak, bozor maksimum 4648 ga hujum qiladi. Xo'p, kimda savol bor? Mana aniq narxlar aytildi. H1, H4, D1 qayerga hujum bo'lishi. Kimgadir savol qoldimi? Demak, hujum qilish kerak bo'lgan narx bu va bu nuqtadan yana sell. Kuchliroq sell. Assalomu alaykum. Kimda savol bo'lsa ayting. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana shularni M5, M15 da degani ham kichkina qilib anaqa tasdiq qilib tursak bo'ladimi? Yo'q, sizda hali u narsani tushuntirilmagan-ku. Balkim buning ichida men M1 da ham enter qilaman, lekin sizlarga M1 da enter qiladigan switchlar shakllangan yo'q bilmaysiz-ku, opa. To'g'rimi? O'shaning uchun xavfsiz time frame ni aytyapman, opa. Xavfsiz, to'g'ri, 5-10 minut, mayli yarim sotkasi lekin xavfsiz. Stop olish ehtimoliz kamayadi-da. O'shaning uchun. Yana kimda savol? Jasur aka, Eshitaman. shunda ham 4570 tasdiq beradigan bo'lsa, pastga shu 4480 dagi buzishga harakat qilamiz-da, to'g'rimi? Balkim. To'g'ri. Fikr g'oya to'g'ri. G'oya to'g'ri. Muhimi, qarang-da. Siz qayerga hujum, endi to'g'ri, bu yerga men hujum qilish mumkin deb aytyapman, chunki sabab bor-da bu yerlarda. Hujum qilish kerak bo'lgan. Ana shu sabablarni yasab qo'yganda,
agarda o'zi hujum qilmasligi ham mumkin bo'lgan shamlar bor, lekin u shamlar yo'q bu yerda. Tushunasizmi? Lekin hujum qilishi kerak bo'lgan shamlar bor bu yerda. Endi baylar bor edi, 4480 dan. 82. Man nima uchun hozir bitta g'oya turibdi. Hozir mana analiz qilib bo'ldik-ku. Mana qarang. Analiz tayyor bo'ldi, to'g'rimi? Mana polni analiz qilindi. Nima bo'lishi, nima qo'yilishi polni aytildi, to'g'rimi? H1 zona qaysi, H4 zona qaysi, H4 buzilsa nima bo'lishi, D-likka hujum bo'lishi, hammasi tushuntirdim, to'g'rimi? Nima bo'lishigacha aytdim, ketma-ket. Prosta o'sha narsani, masalan, kimdir dars zapsini ko'radi, nima qilsa ham ko'rsin. Nima uchun bo'lishini aytib o'tyapman har bittasi. Qaysi narx buzilsa, qaysi time frame enter qilishini ham aytib o'tdim. Shahzoda o'sha joyga e'tibor beringlar. Tushundim, rahmat. Xo'p, yana kimda savol bor? Xo'p, qarangizda, bitta joyini aytib ketaman. Mana bu qaysi time frame zonasi? H4 SNR zona dedim, to'g'rimi? Agar H4 SNR zona 4480 ni buzib qo'ysa, bozor mana bunga nisbatan, qarang, buzib qo'ygan shamning minimumiga nisbatan, mana shu shamning minimumiga nisbatan M15 time frame da mana buni yasaydi. Kuchli oqmoqchi bo'lsa, kamga 500 1000 punktli harakat ushlamoqchi bo'lsangiz, mana bu narsani yasashni kuting M15 da. Tushundingizmi? Endi siz aytyapsiz, bozorda minimumga hujum qilishini kutyapsiz, to'g'rimi? Bozorda minimumga hujum qilmoqchi bo'lsa, minimumni zonasigacha yarashib bo'lgan time frame borda. Bu zonaga hujum qilmoqchi bo'lsa, H4 yopildi. H4 yopilgandan keyin M15 da mana bu narsani beradi. Mana shu shamning ichida beradi. Tushundingizmi? Ana shu shamning ichiga beradi. Va enter qilib ketasiz. To'g'ri, kimdir aytishi mumkin, struktura kutishim mumkinmi? Struktura kutmaslikni shamlari bu, uni tushunishingiz kerak. U narsani bilmaganingizda struktura kutasiz. Yana kimdir salam, mana struktura buzilishiga tasdiq-ku, to'g'rimi? Bu reversal harakat, ya'ni price action bo'lsa, ketma-ketlik beryapti. Jahongir aka, asos berdi bozor. Lekin asos bergandan keyin bozor haqiqatan o'sha asos aktual emasligini tushunishingiz kerak. Tushundingizmi aka? Bu asos bo'lishi mumkin, lekin откazной shamon bo'lishi kerak edi bu yerda. Kimda qoldi savol? Menimcha hech kimda savol qolmadi, to'g'rimi? Savol qilmagan bo'lsa, zapsni o'chiraman. 22 yil gapiribman.